Jasur aka, o'qish tugatdim. Hamma joyga rezyume topshirib tashlaganman. Opiting bo'lmasa, yo'q ishga olmaymiz deb. Nima qilayman? Bunaqa holatda to'g'ri, katta kompaniyalar, prestijli kompaniyalar ayniqsa opit bilan oladi. Bo'lmaganda 1 yil, 2 yil. Endi siz o'ylang, 1 yil, 2 yil. Demak, siz shu opitni paydo qilishingiz kerak. Demak, siz shu opitni paydo qilish uchun 1-2 yil kerak bo'lsa tekinga ishlaysiz. Qanaqa tekinga ishlaysiz? Ya'ni bironta nomi chiqqanroq kompaniyaga borib, mani ishga olinglar, ishimni ko'rsataman, bir so'm pul olmayman. Oyliksiz ishlayman, stajirovkada pul olmayman, sizlarga foydam tegadi, aniq, chunki men mana bunaqa sohalarni bitirganman. Chidaysiz 1 yil, 2 yil chidaysiz. Mana o'sha 2 yildan keyin 2 yil ichida siz shu kompaniya ichida o'z ishingizni ko'rsatib, shu yerda o'zida ko'tarilib ketish ehtimolingizam ham bor. Bo'lmaganda sizda opit paydo bo'ladi. Ya'ni boshqa joyga keyin borib o'zingiz sotamiz. O'zingiz sotish deganda endi shunday turamiz.